Qaynonam telefon qilib, qaynotang boshiga shlak bloki o'xshagan g'isht tushdi dedi, o'lmadi. O'lmagan bo'lsa xotirasiga ketdi dedi. Xotirasi kirdi chiqdi bo'lgan bo'lsa, hozir sekin borib bir 5 million so'm so'rab olay. 3-4 kun o'tgan keyin yana bir 5 million olsam-a? Hammom, oshxona hamma joyni bitirib tashlayman ungacha. Hozir borib so'rasam, keyin baribir esiga tushmaydi menga pul bergani. Qaynota-ku, qaynonam aytgan agar kirdi chiqdi bo'lib qolgan bo'lsa, miya. Sekin boyib chiqadi. Obbo, ana kuydirga kuyov kelyapti yana. Tinchligim ekan, nima bo'ldi ekan, ha? Boya qizim bilan gaplashganda, hammamiz yaxshimiz deyotganda, bu xoynaqa o'zini dardi bilan kelyapti-yu. Qani kesinchi mayli, ko'ramiz, kesinchi. Assalomu alaykum qaynota. Va alaykum assalom. Qandaysiz? Yaxshimisiz? Tinchmisiz? Sog'ling, yaxshimi? Sal suriling qaynota. Kel o'tir, kel. Meros daftarlarimi nima balo bu? Ha! Tinchlik, salomatlik bo'lsin. Qandaysiz qaynota? Assalomu alaykum yana bir bor. Va alaykum assalom. Qanday bu? Yaxshimi? Boshingiz? Boshimga nima qilibdi? Yo'q, qaynonam aytdi, g'ishmi, shlak blokmi tushdi dedi, yo tomdan tushdingizmi bilmay qoldim. Ha, Senga sal kirdi chiqdi bo'lib qolgan dedi qaynotang. shunaqa dedimi? Shunaqa deb yaxshi o'xshaysiz. U yaxshimikan axir? Kim? Bansadamikan? Qaynotammi? Ha, uydamikan, bansadamikan? Qayerda ekan? Qaynotammi? Kim yiqilibdi? Xudoyim. Qaynota? Kim menmi? Kim qaynota? Tavba. Aka ismingiz nima? O'sha pasportimda yozilgan, hozir esimda yo'q. Ha, mayli, ko'chada nima qilib turibsiz ko'chada? Trolleybus kutyapman. Trolleybus ko'chada nima qiladi? Qanday yuradi? Bir trolleybus yo'q bu yoqda. Sen tepaga qaragin. Nimani ko'ryapsan? Sim? Tokmi? Tok. Tok bo'lganiga trolleybus yuradimi? Shu trolleybus kutyapman. Hozir trolleybus kelsa, tog'amga borib kelishim kerak edi. O'zi kecha bormoqchi edim. Ha. Kecha shunday chiqib, ana magazin kirib, mayda-chuyda olay deb quruq bormay dedim-da endi. Ba'zi magazin yo'q, doktorxona-ku. Yo'q, magazin o'sha. Bu nima bu? Bu bilmasam, ishxona qanaqadir ishxona bo'lsa kerak-da endi. Shunaqa qilib magazin kirib mayda-chuyda olay deb kirdim. Aha. Kirsam, shunday mayda-chuyda olay deb kirsam, hojatxona 2000 so'm dedi. Xo'p dedim. 2000 so'm berdim-da, ichkari kirdim keyin. Va magazin ichiga kirsam,